Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz, hurmatli mijozlarimiz. Bugungi videomizda sizlarga bir tonnali motorolni to'g'riroq obzor qilib bermoqchimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, hozirda bizda 3 xil bir tonnali motorollarimiz bor. Bularda biroz farqlari bor. Birinchi modelimiz bu standart model bo'ladi. Kundalik ishlatgani yoki fermalarga, bog'larga ishlatgani juda ham qulay model bo'ladi. Ikkinchi modelimiz esa bu yanada bog'larga ishlatgani qulayroq model. Sababi balonlari bunda kattaroq, bog'lar botib qolmaydi, og'ir yuk ham ko'taradi. Uchinchi modelimiz esa bu zavodda mana shunaqa tom qo'yilgan motorolimiz bo'ladi. Bu ham 1 tonna yukni ko'taradi. Hozir sizlarga mana shu 1 tonnali motorollarimizni to'liqroq obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Skillmax motosalonimiz akalar, ko'rishdan Farg'ona viloyat Qo'qon shahar, bu tomonimiz Farg'onadan kirib kelish Alisher Navoiy Massif ko'chasi. Bu tomonimiz Qo'qon bozor, Yangi bozorga ketish. Chetda chorrahada ko'rishlaringiz mumkin Skillmax motosalonimiz joylashgan. Orientir uchun Xolmatjon oshxonasi yokida 33-maktab desalang, chetda bemalol topa olasizlar akalar. Bo'lmasa videomizni boshladik. Motorollarimizni obzor qilishni boshlaymiz akalar. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan motorollarim barchasi Skillmax brendiga tegishli bo'ladi. Bu motorollar 100% Xitoydan tayyor holatda keladi. O'zbekistonda qo'shma korxona bo'lib ishlab chiqariladigan motorollar bas, barchasi 100% Xitoydagi. Bu motorollar kontrollerlari, motorlari o'zini brendiga tegishli. Mana shu Skillmax zavodini kontrollerlari, motorlari qo'yilgan akalar. Bundan tashqari akkumulyatorlari ham 100% original akkumulyator, bunga garantiya ham beramiz. Bemalol yozgi kunida sizlarga 80 kilometrgacha yurib beradi bu motorollarimiz. Bu motorollarimiz hozirda 3 xil rangi sotuvda mavjud. Mana shunaqa mokriy rangi, mana bunday qora rangi ham bor va mana bunaqa ko'k ranglari sotuvda tayyor. Ushbu motorollarimiz barchasi hozirda naqd pul asosida sotilyapti. Bizda kredit mavjud emas. Naqd pul bilan kelinglar, hurmatli mijozlarimiz, sizlarga arzon narxlarda qilib beramiz, optim narxlarda qilib beramiz. Birinchi motorolimiz ko'rishlaringiz mumkin, tashqi ko'rinishi ham boshqa motorollar anchagina farq qiladi. Bunda 6 tadan tumankalar qo'yilgan. Mana bunaqa katta asosiy farasi, oldida oynasi bor. Va bu motorolimizni bort razmeri 180 sm ga 130 sm bo'ladi. Balon razmerlari 5 ga 0, 12 razmerda akalar. Uchala balonida ham tormozlari bor. Pedalni bosganda baravariga oldi ham, orqa baloni ham bittada tormozlanadi. Sidinalari 120 sm bo'ladi. 2 kishi bemalol o'tiradi, hatto 3 kishi ham bemalol sig'a oladi akalar. Bu tomonda tablosida o'sha yangicha tablodan qo'yilgan kolonkalari bor. Telefonni bemalol zaryad qilib ketsa bo'ladi. Pultlari ham o'sha yangicha pultdan qo'yilgan akalar. Bu tomonda tezlikda orqaga oldiga boshqaradigan knopkalari, chap tomonida esa faralarni yoqib o'chiradigan pavorotnik knopkalari bo'ladi. Pastda ruchnoy qo'l tormozi qo'yilgan. Mana bu ikkinchi dastaga esa bu пониженный funksiyani bo'ladi. Пониженный funksiyani ko'pchilik bilishadi. Mabodo yana bir eslatib o'taman. Bu shunaqa funksiyaki og'ir yuk bilan podyom joyga chiqarmay qolganda, motor qiynalib qolganda, mana shu richagda tortiladi tepaga va motor bemalol chiqib ketadi. Bu bog'larda botib qolganda ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Faqat bitta narsani esda tutinglar akalar, harakatlarni turganda bu dastakda ishlatib bo'lmaydi. Motorolni birinchi to'xtatib, richagda tortib olinadi va podyomdan tushib bo'lgandan keyin xuddi mana shunday motorolni to'xtatib, keyin bu richagda qaytarib qo'yib qo'yiladi akalar. Shunisiga bitta e'tibor berasizlar. Sidinani suyong'ichi orqaga tushadi akalar. Bu yerga ham bemalol passajirlar o'tirsa bo'ladi. Juda ham qulay qilib ishlangan. Motorollarimizni texnik qismini sizga ko'rsatib beraman. Akkumulyatorlari ko'rishingiz mumkin, 6 ta bo'ladi. Har bittasi 68 amperdan bo'ladi. Aytib o'tganimdek, 100% Xitoydagi garantiya ham beramiz. Xitoyda Super brendiga tegishli bo'ladi. Kontrollerlari, motorlari 1800 vattli Skillmax brendiga tegishli original akalar. Resorlari 4 tadan, qo'shimcha 4 tadan purjinalari bor va 4 tadan amortizator ham qo'yilgan. Zapaska baloni ham mana shu yerda turadi akalar. Bort qismini tagi ham ko'p profilli bo'ladi. Bemalol og'ir yukni yuklayverasizlar, beli cho'kib ketmaydi akalar. Akalar, yana bitta ma'lumotni aytib o'taman. Skillmax motorollarimizni hammasini reduktor qismini tishi 6 taligidan qo'yilgan akalar. Buni 18 ta tishliklari ham bo'ladi. 18 talik bilan 6 talikning farqi nimada desalaring akalar, 6 ta tishligi bu kattaroq bo'ladi. Og'ir yuk yuklaganda bu ichi sinib ketmaydi, o'rilib ketmaydi. 18 taliklar kichikroq bo'lgani uchun tez sinib, tez o'rilib ketadi. O'shaning uchun bu motorollarimizni hammasiga 6 ta tishlik qo'yilgan bo'ladi. Buni bitta bizdan emas, boshqa magazinlardan motorol xarid qilayotganda ham shu joyga e'tibor berib qo'yinglar. Olayotganda 6 talikmi, 18 talikmi shu joyini bitta so'rab qo'yinglar akalar. Bitta to'liq zaryadi bilan bemalol yozgi kunda 80 kilometrgacha harakatlana oladi akalar. Maksimal tezligi esa 45 gacha chiqadi. Ana endi sizlarga ikkinchi modelimizni ko'rsatib o'taman. Aslida bu ikkinchi modelimiz ham akkumulyatorlari, motorlari mana bu birinchi modelimizniki bilan bir xil.
Bunda farq qiladigan tomoni oldida buni faralari bunda 4 tali bo'ladi tumankasi, qolgan asosiy faralari bir xil va eng katta farqi buni balonida bo'ladi akalar. Buni baloni razmeri 22 ga 10 bo'ladi. Ko'ryapsizlar, biroz yoniga kengroq bo'ladi. Bog'da harakatlangani juda ham zo'r, botib qolmaydi. Bemalol fermaga ishlatishga juda ham qulay. Aytib o'tgandek, akkumulyatorlar bir xil, 6 ta 68 lik, zaryadga yurishlari bir xil. Sidenkalar razmerlari bir xil bo'ladi akalar. Motorolarimizning narxlarini aytib o'tamiz akalar. Katta balonli motorolamiz narxi $1150 bo'ladi. Mana bu o'zimizning standart model bo'lsa $1100 bo'ladi. Va bu narxda ichiga akalar vodiy bo'ylab dastavka qilib berish xizmati ham ichida. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilsalaring yetkazib olib borib beramiz. Oldindan zaklad berish buni shart emas. Bemalol bitta qo'ng'iroq orqali yetkazib beraveramiz akalar. Toshkentga va voha taraflariga dastavkasi kelishilgan holda bo'ladi akalar. Magazinga kelsalaring, Motorolni ustida savdolashib, kelishib, bemalol xarid qilsalaring bo'ladi akalar. Bu 3-motorolimiz zavodskoy tomli motorol bo'ladi akalar. Buni zavodskoyligini bitta bilish tomoni bor. Ko'rishlaring mumkin. Tomi motorolni bortiga qotirilmagan bo'ladi. Bortini bemalol ko'tarib ochsalaring bo'ladi va tomi ham buni yurganda qimirlamaydi, ovoz chiqarmaydi o'zidan. Va yana bitta bilsa bo'ladigan tomoni bor. Mana oyna ataydigan dvornigini knopkasi o'zini ruliga qo'yilgan bo'ladi. Elektronniy motorchigi bor. Mana shu knopkasidan yoqib ishlatsalaring bo'ladi. Zavodskoyligini bilib olishda mana shunaqa yana bitta yo'li bor akalar. Bu motorolimizni akkumulyatori 6 ta 68 lik, motorlari 1800 watt. O'sha nariga birinchi, ikkinchi modellarimizdan bir xil original akkumulyator, original motor qo'yilgan. 80 kilometrgacha yuraveradi. Bu motorolimizni balonlari 5 ga 0 razmerda bo'ladi akalar. Uchala balonda ham tormozlari bor. Bort o'lchamlari 1.80 ga 1.30, bir xil narigi motorollarimiz bilan qo'shimcha пониженный, повышенный funksiyalari bor akalar. Va o'zini komplektatsiyasida mana bunaqa kaskalari bor. Domkratlari, balon ключlari va jelatkalari hammasi shu bonusga shu narxda ichida ketadi akalar. Bu motorolimiz narxi hozirda $1200 dan. Buni ham xuddi shunaqa vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Bemalol telefon qilib zakaz bersalaring bo'ladi, yetkazib beramiz. Narxlarini kelib shu yerda o'zida ozgina savdolashsalaring ham bo'ladi. Ranglari 3 xil bo'ladi. Mokri rangi, qora va ko'k ranglari sotuvda tayyor akalar. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Manzilimiz Qo'qon shahrida bo'ladi akalar. Telefon orqali batafsil manzilni tushuntirib o'tamiz akalar. Yana ham va ko'rishlaring mumkin, magazinimizda juda ham ko'p assortimentlar bor. Elektronik skuter, benzinli skuter, kichkinasi, kattasi barcha turdagisidan bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, optim narxlarda, kelishilgan narxlarda qilib beramiz akalar. Yana bir eslatib o'tamiz, barchasi bizda naqd pulga kredit mavjud emas akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.